Faqat barchamizga tanish bo'lgan aktyor Javohir Zakirov haqida kutilmagan xabarlar tarqaldi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin, kanalimizga xush kelibsiz. Yurtimizda va jahonda sodir bo'layotgan eng so'nggi va dolzarb xabarlardan doimo birinchilardan bo'lib xabardor bo'lib turishni xohlasangiz, kanalimizga hoziroq podpisatsiya tugmachalarini bosib, videolarimiz davomida bir dona like tugmachasini bosib qoldirishni unutmang. Aktyor Javohir Zakirov Mening yurtim telekanalining O'zimizning gap ko'rsatuviga mehmon bo'ldi. Suhbat davomida u yoshlik, hayot saboqlari, otasi vafotidan keyingi o'zgarishlar va o'zini anglay boshlagan davrlari haqida samimiy fikrlar bildirdi. Otamning vafoti hayotimdagi eng katta dars bo'ldi. Otamning o'limi men uchun eng og'ir va eng katta hayot saboqlaridan biri bo'ldi. O'sha kunlardan keyin hayotim mutlaqo boshqacha yo'nalishga o'ta boshladi. Chunki o'sha vaqtdan boshlab kimligimni, asl o'zimni tanish jarayoni boshlandi. Bu judolikning og'irligini hech narsa bilan ta'riflab bo'lmaydi. Men hech qachon otam yosh ketadi deb tasavvur ham qilmaganman. Har doim hali oldinda juda ko'p vaqt bor deb o'ylardim. Noumid shayton deyishadi-ku. Oxirgi umid bo'lsa ham ushlab turardim. Bolalarning eng beg'ubori uning yorqin davrlari, ota-onalari yonida bo'lgan vaqtlaridir deb o'ylayman. Kattalar nasihat qilganda yoshlar ko'pincha bezovta bo'lishadi. Men ham yoshligimda shunday edim. Ba'zan o'sha paytlar aybni ota-onamga, menga vaqt ajratishmagan deb yuklashim ham mumkin edi. Lekin o'zim ham ularga vaqt ajratmaganman. Ertalabdan kechgacha ko'chada edim. Haqiqiy ko'cha bolasi bo'lganman. Hech kim otasining birdaniga o'lib qolishini tasavvur qilmasa kerak. Barchasi mehrga borib taqalishini keyin tushunar ekan odam. Shu voqea hayotimdagi eng kutilmagan, eng og'ir burilish bo'ldi. Ota o'rnini hech narsa bosa olmaydi, ammo yaratgan birni olsa, o'rniga boshqasini beradi. Otamdan keyin men oila qurdim. Yana bir bosqich boshlanganini o'shandan keyin his qildim, deydi aktyor. Ishim o'xshasa quvonaman, o'xshamasa demak kerak emas ekan deyman. Bugun biror ishim muvaffaqiyatli chiqsa albatta quvonaman, lekin o'xshamasa ham xafa bo'lmayman. Demak, bu ish menga kerak emas ekan deyman xolos. Ilgari esa hamma narsaga kuyunaverardim. Bu nega bunday bo'ldi? U nega undoq bo'ldi deb o'zimni yeyverardim. Orqaga qarasam ko'p vaqtimni boshqalarning fikri, boshqalar bilan bog'liq holatlar bilan band qilgan ekanman. Inson eng avvalo o'zini tanishi kerak deyishadi. Bugun esa men ham aynan shunga harakat qilyapman. Ayolini xafa qilib ko'chaga chiqqan erkakning ishi yurishmaydi. Ota-onadan keyin sizdan rozi bo'lishi zarur bo'lgan eng muhim inson bu ayolingiz. Ayol bilan do'st bo'lib yashash katta baxt va baraka. Turmush o'rtog'ini ranjitib, uydan chiqqan erkakning ishi yurishmay qolishi mumkin deb o'ylayman. Bilamanki, ayolim qaysidir rolni qo'llab-quvvatlasa, o'sha rol albatta o'xshaydi. Uning bir og'iz iliq gapi bilan o'zimni yanada kuchli his qilaman. Ilgari ba'zan tushkunlikka tushishimga sabab bo'lgan jihatlardan biri ayolimning mendan ko'proq pul topishi edi. Vaqt o'tib, bularning hammasi o'z o'rniga tushdi. Muvozanat tiklandi. O'sha paytlarda ham ayolim meni tasalli berib, hammasi yaxshi bo'ladi deb ruhimni ko'tarardi, deya so'zini yakunladi aktyor Javohir Zakirov. Hurmatli tomoshabin, video haqida o'z izohlaringizni kommentariyada yozib qoldirishni unutmang. Kanalimizga obuna bo'lib, bizni kuzatib borishda davom eting.